Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik tunishtirildi. 17 yanvar insoniy yordam vaqti IHH'ning Arnavutköy sho'basida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik tunishtirildi. Faoliyatni insoniy yordam vaqti IHH'ning Arnavutköy sho'basi o'rinlashtirgan bo'lib, faoliyatga sho'ba a'zolaridan bo'lib yuzlarcha kishi qatnashdi. Faoliyatga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashib, Xitoyning Sharq Turkistonda lagerlarni ta'sis qilib, 3 million atrofidagi Sharq Turkiston xalqini tutqun qilganligi, Xitoy tajovuzchilarining lagerda musulmonlarni islom dinidan voz kechishga majbur qilganligi va Sharq Turkiston xalqini oshkora irqiy qirg'in qilishga boshlaganligi qatorliqlarni tafsiliy tunishtirdi. Xitoyga qarshi qo'zg'algan qirg'iz xalqi tutqun qilindi. 18 yanvar Erkin Yevropa radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoyga qarshi namoyish qilgan xalq tutqun qilingan. 17 yanvar kuni minglarcha xalq yig'ilish qilib, Xitoyga qarshi namoyish qilgan bo'lib, namoyishchilar Xitoyni Sharq Turkistonda lagerlarga qamagan qirg'izlarni qo'yib berishga chaqiriq qilish bilan birga, Qirg'iziston hukumatidan Qirg'izistondagi Xitoylarni qo'g'lab chiqarib, Xitoylarning Qirg'iziston nufusiga o'tishiga chek qo'yish, Xitoy bilan Qirg'iz xalqining to'y qilishini cheklash haqida qonun chiqarishni talab qilgan edi. 18 yanvar kuni Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligi bayonotchisi Baket Seytov muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoyga qarshi namoyish qilganlar ishidan 21 nafar kishining ommaviy tartibga buzg'unchilik qilish jinoyati bilan ayblanib tutqun qilinganligini, ularning har biriga 3000 so'm, ya'ni $45 dan jarimani qo'yilganligini bildirdi. Egilishicha, Xitoyning Qirg'izistonda ko'payishiga ergishib, Qirg'iziston xalqining Xitoyga qarshi harakati barg'ancha kuchayishga boshlagan. Muzdalifada Sharq Turkiston xalqi uchun duo qilindi. 17 yanvar Siyar vaqfining qurg'uvchisi, Turkiyada tunilgan da'vatchi ustoz Muhammad Amin Yildirim Muzdalifada Sharq Turkiston xalqi uchun duo qildi. Muhammad Amin Yildirim Muzdalifada qilgan duosida, "Sendan boshqa egisi yo'q Sharq Turkiston musulmonlariga yordam qil. Ularni yolg'iz qo'yma" deb duo qildi. Muhammad Amin Yildirim umri karvonidagi 5 avtobusning oldi aynikiga Sharq Turkistondagi 5 shaharning ismini, ya'ni Xotan, Qashqar, Turpan, Urumchi, G'ulja degan xat yozilgan taxta yozdi. Ustoz Muhammad Amin Yildirim Twitter sahifasida yana Xotan, Qashqar, Urumchi va G'ulja, Turpanlarga salom bo'lsin deb yozdi. Alemin ve ya ekremel ekremin, sen bütün mazlumlara en yakın zamanda ulaştırabileceğin en güzel rahmetlerini ulaştır. Şu anda ellerimizi sana Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için açıyoruz. O mazlumların senden başka kimsesi yok Allah'ım. Sen eğer birilerinin kimsesiysen başka birine ihtiyaç da yok Allah'ım. Ama aciziz, artık dayanacak gücümüz de kalmadı. Her geçen gün feryadı figan yüreklerimizi dağılıyor. Ne elimiz erişebiliyor, ne gücümüz erişebiliyor. Ya Rabbi, sen o mazlumları daha fazla ağlatma. O zalimlerin başlarına geçir hesapları. Bütün planlarını boz Allah'ım. Sharq Turkiston davosini kun tartibga keltirish chaqiriqi. 17 yanvar Turkiya xabar markazining qurg'uvchisi Abdurahmon Uzun apandi Türk xalqini Sharq Turkiston davosini ijtimoiy uchur vositalarida keng ko'lamli kun tartibga keltirishga chaqiriq qildi. Turkiya xabar markazining qurg'uvchisi shundaqli ko'plagan qisqa sinliq film orqali xalqning qo'llashiga erishgan 100 minglarcha agash kuchisi bor Abdurahmon Uzun apandi Sharq Turkiston davosini kun tartibga keltirish uchun nimalarni qilish haqida to'xtalgan sinliq filmda monolarni bildirdi. Xitoy Sharq Turkistonda musulmon turklarni yo'qotish uchun qon oqizmoqda. Musulmon turklarni qirg'in qilmoqda. Ota-onasi lager yoki turmalarda tutqun qilingan musulmon Uyg'ur turklarining farzandlari majburiy Xitoy o'lkalariga va boshqa yerlarga elib ketilmoqda. Sharq Turkistondagi qizlar, ayollar Xitoy o'lkalariga elib ketilmoqda. Vaziyat ig'ir holatda turgan hozirgi paytda Xitoy Uyg'ur turklariga terrorchi, bulangchi, asabiy degan to'kmatlarni to'qib,
o'zining Uyg'ur turklarini qirg'in qilish jinoyatini yo'lliq ko'rsatishga tirishmoqda. Abdurahmon Uzun apandi so'zda yana Türk xalqiga chaqiriq qilib, Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik borligini, biz Sharqi Turkistonda yuz berayotgan vahshiyliklarga qarshi o'zaro ayblashni tashlab qo'yib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'in qilish jinoyatini inson bo'lish sifatimiz bilan planli holda ijtimoiy uchur vositalarida xalqaroga bildirish kerakligini, bu harakatga barliq insonni safarbar qilish kerak deganlarni bildirdi. Orada yaşananlar hakkında sağlıklı bir bilgi edinemediğimiz, zaman zaman da nerede, ne zaman çekildiğini bilmediğimiz videoların önümüze düştüğü bir konu, bir dert, bir kanayan yara. Doğu Türkistan. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma gibi bir gaflete düşmemek için, birilerinin oluşturduğu veya oluşturmak istediği algıya tav olmamak için arkadaşlarımızla günlerdir bir araştırma yapmaya çalışıyoruz. Nedir bu Doğu Türkistan'ın hikayesi? Neler oluyor orada? Ve biz Müslümanlar ne yapmalıyız? Nasıl bir tutum ortaya koy? Xitoy doiralari navbatda Dünya Şinjanlıklar Qurultiyi echish fikrini olg'a surmoqda. Xitoy xabarlar to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik siyosiy kengash komitetining yaqinda ochilgan bir iqtisodiy xizmatlar yig'inida atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat maxsus mablag' ajratib, Dünya Şinjanlıklar Qurultiyi qurish haqidagi taklif loyihasi o'ttirg'a qo'yilgan. Xabarda aytilishicha, yuqorqi bu taklif loyihasida Dünya Şinjanlıklar Qurultiyi orqali Şinjanlıklarning o'z yurti uchun to'kpi qo'shishi va bu orqali Şinjanning iqtisodiy taraqqiyotiga turtki bo'lg'ili bo'ladiganligi ilgari surilgan. Taklif loyihasida yana dunyoning har qaysi joylarida o'qish va xizmat qatorliq sabablar bilan yashayotgan necha yuz ming Şinjanlıklar borligi tilga ilingan. Chet ellarda har soha va har xil kasblarda o'qiyotgan yoki xizmat qilayotgan atalmış Şinjanlıklarni Dünya Şinjanlıklar Qurultiyi orqali bir yerga jam qilishning muhim roli borligini, buning xalqarada atalmış Şinjanni namoyon qiladigan yaxshi bir munbar bo'ladiganligi ilgari surilgan. Yuqorqi bu xabar chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Ularning qarashicha, Xitoy rejimi Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan 2 milliondan ortiq yerlik xalqlarni lagerga qamaganligi xalqarada oshkorlangandan keyin amdilikda atalmış Dünya Şinjanlıklar Qurultiyi echish orqali yangi bir tashviqot o'yini o'ynab, xalqarani qaymoqtirishni maqsad qilmoqda ekan. Yana ba'zi kuzatuvchilar bo'lsa, buni chet ellardagi Uyg'urlarning eng chong tashkiloti bo'lgan Dünya Uyg'ur Qurultiyiga qarshi quriladigan tashviqot munbiri bo'lishi mumkin deb ko'rsatdi. Sharqi Turkistondagi vaziyat qo'rqinchli fantaziyaga o'xshatildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Sharqi Turkistondagi lagerlar haqida muhim uchurlarni oshkorlayotgan Zimiston to'rida chorshanba kuni atalmış Şinjandagi distopiyalik reallik temasidagi bir parcha maqola e'lon qilinib, kishiga qo'rqinchli fantaziyalik filmlarni eslatadigan reallikdan to'limi uzoq bilinsimi, ammo Sharqi Turkistonda hozir yuz berayotgan to'limi real bir vaziyat suratlab berilgan. Maqola avtori Ruz Ingram Sharqi Turkistonda navbatda yo'l qo'yilayotgan barliq bexatarlik tadbirlari ustida to'xtalib, u yerdagi har bir kishining hozir atalmış bir terrorlikqa qarshi xalq urushining bir parchasi bo'lishga majburlanayotganligini, buni rad qiluvchilarning bo'lsa o'zini qayta tarbiya lagerlarida ko'rayotganligini bildirgan. Uning bildirishicha, Sharqi Turkistondagi har bir kishi Xitoy rejimi ilgari surayotgan ko'rinmas dushmanlar bilan kurash qildi ekan. Xitoy rejimi bo'lsa har bir Uyg'urning siyosiy rangini aniqlab chiqish uchun harakat qilib, rayonda tasavvur qilg'usiz darajada bir qo'rqinch paydo qilgan. U Uyg'urlarning kundalik hayoti qo'rqinchli bir tushga o'xshatib qo'yildi degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.